Shohrux Nuriddinov, marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum. Meni ismim Shohrux. Men katta oilada katta bo'lganman. Oilada 10 ta farzanddan 9-inchisiman. Yoshligimda bog'chaga bir haftagina borganman xolos. Juda ham zerikarli edi. Odam kam edi-da. Onam qo'rqitardi. Sal bir joyim shilinib kelsam, o'lib ket, boshqasini tug'ib olaman. 10 ta tuqqan. Men davolagandan ko'ra yana bitta tug'ish osonroq. O'rtancha, to'ng'ich, kenja degan so'zlar bor-ku. Shu 3 ta so'zdan qaysi biridandir foydalanib, oilada o'zini kimligini aytib bera oladigan odamga havas qilaman. Men qanaqa aytishim mumkin edi? O'rtancha kenjalarning o'rtanchasiman. Keyin eshitgan masalan yangi odat paydo bo'lgan, gender partiya degan. U qanaqa? Mana ayoli homilador bo'lsa, farzandining jinsini aniqlagandan keyin eriga sovg'a ko'rsatadi. Shar yorishadi, ichidan pushti chiqsa qiz bola, ko'k chiqsa o'g'il bola. Men o'ylayman, yana ham bu odat yaqinda o'ylab topildi. Agar oldinroq o'ylab topilganda biz uyda Ho'li bayram boshlanib ketardi. Yaqinda bitta o'rtog'im so'rayapti, "Og'ayni nechta jiyaning bor?" Men aytyapman 35 ta. Prям родноylari 35 ta. Rostdanmi? Rostdan 35 ta. O'rtog'im ketgandan keyin men o'zim o'ylanib qoldim, rostdan nechta edi? Sanab chiqdim. 34 ta chiqdi. O'rtog'im aldab qo'yibman deb tursam, onam telefon qilyaptilar-da, "O'g'lim, suyunchi bering, akangiz qizli bo'ldi." Ulgurmayapman xullas. Yoshligimda katta bo'lishni orzu qilganman. Zo'r orzu, amalga oshish uchun o'lib qolmasangiz bo'ldi. Nimaga bunaqa orzu qilganman? Chunki meni xayolimda kattalarga hamma narsaga ruxsat edi-da. Chunki mana yoshligimizda bizni qanaqa urishgan, bir ayb ish qilib qo'ysak, "Sen nimaga bunaqa qilyapsan? Nima katta bo'lib qoldingmi?" Kattalar ayb ish qilsa, qo'yaver, e'tibor berma, yoshlik qilib qo'yibdi-da. Bir marta so'kinganimda dadam eshitib qoldi. Yoshlik paytim urushyapti meni. "Sen nimaga bunaqa so'kinyapsan? Nima katta bo'lib qoldingmi? Qayerdan o'rganib kelyapsan?" Men qo'rqqanimdan mana oradagi o'rganib so'zni eshitmay qolganman-da. "Chista qayerdan kelyapsan?" degan savolga "Buvimnikidan." Tushunyapsizlar, men bitta so'zni eshitmay qolganim uchun ikkinchi marta so'kindim. Yomon bo'lgan. Keyin oradan qanchadir vaqt o'tdi-da, men dadamni so'kinganini eshitib qoldim. Bordimda, "Ha, dada, katta bo'lib qoldingizmi?" Bunisi avvalgisidan ham yomon bo'lgan. Keyin bilasizlarmi, mana odamlar har xil vaziyatga tushganda o'zini qanaqa tutishini belgilab beradigan 3 ta narsa bor. Birinchisi qonunlar, ikkinchisi qoidalar, uchinchisi nima? Uchinchisi irimlar. Birinchi ikkitasiga savolim yo'q. Qonunni buzsang jazolanasan, qoidani buzsang afsuslanasan, shtraf keladi. Irimni buzsa nima bo'ladi? Yomon bo'ladi. Nima bo'lib yomon bo'ladi? Og'zingdan qoning keladi. Menga yoqmaydigan irimlar bor-da, mana bittasi qanaqa? Kimdir orqasidan g'iybat qilib gapirishadi-da. Gapirib bo'lgandan keyin yer borib yetkazmasin. Bu irimni shunaqa yomon ko'ramanki, shu irimni qiladigan odamlarni ham yomon ko'raman-da. O'zlariga yetib bormasin. Ular nima deb o'ylaydi mana? Siz kimdir orqasidan gapiryapsiz, imatda yer yozib olyapsiz-da, oxirida urganingizdan keyin ani yer bugun ham bekorchilikmi? Yana bitta irim bor, juda g'alati irim. Farzandli bo'la olmayotganlar
kimgadir havas qilgan bo'lsa, borib o'shani shimini olib keladi. Mani dadamdan birov shim olmagan. Qo'rqqanmi nima bola. Lekin bir aka kelgandi. Kelib dadamdan so'ragan. "Ja, unaqa shimmasi bir shortigingiz yo'qmi?" Dadam aytayapti, "Yo'q, shorting nima qiladi menda, kapkada, men shim olib ketaver. Sani odam olyapti shimni, tagini kesib, o'sha pochasini olib ketyapti-da." Men so'rayapman, "Nimaga?" U aytayapti, "Oxirgilari o'g'il bo'lgan-ku" deydi. Men shunchalik aniq ishlaydi deb o'yladim. O'zi farzandli bo'la olmayapti. Yana shunda ham o'g'il so'raydi-da. Bu nimaga o'xshaydi bilasizlarmi? Bu ani Mercedes zo'rmi, BMW zo'rmi deb talashadigan velosipedi ham yo'q bolalar bor. Shunga o'xshaydi. Yaqinda bitta yangilik chiqdi, eshitgan bo'lsalaring, Xorazmda tungi klubda raqqosalik qiladigan 14 yashar qiz bor ekan. Men buni eshitib juda ham alam qildi. Nimagaki, men qayerga ish so'rab borsam, mendan staj so'rashganda. U qizdan staj so'rashganda nima degan? Chista bog'chada o'ynab turardim deganmi? Lekin yana bir tarafi bor. Biz erkaklar o'zi ayollarga nisbatan, qizlarga nisbatan maksimalistmiz. Ulardan ko'proq narsa talab qilamiz. Doim keragidan ko'ra ko'proq narsa talab qilamiz. Mana masalan, o'ranib yuradigan qizlar. Bizning nazarimizda ular yetarlicha o'ranmagan. Ochiq kiyinadigan qizlar. Kim qattiqli hot-dog yegan? Bittamanmi? Xullas yaqinda hot-dog sotib oldim, bitta tishladim, ichida qatiq. Hayron bo'lib hot-dogchidan so'radim. "Aka, mayonezga pullaring yetmadimi? Shunchalik kambag'almisizlar?" Desam u menga, "Aka, obedga hot-dog yeyotgansiz-ku" deydi. Ha, eshitganmisizlar, bunaqa so'zlar bor. Ekstrovert va introvert degan. Eshitmaganmisizlar? Xullas, eshitmaganlar uchun tushuntiraman. Mana odam atrofida boshqa odamlar bo'lsa, o'zini yaxshi his qiladi. Bu ekstrovert, to'g'rimi? Mana odam atrofida boshqa odamlar bo'lmasa, o'zini yaxshi his qiladi. Bu introvert, to'g'rimi? Uchinchi toifa odam bor-da. Mana odam bo'lmasa, qolganlar o'zini yaxshi his qiladi. Nima bo'lgan taqdirda ham shu 3-toifa odamlarga qo'shilib qolmanglar. Rahmat, mendan hozircha shular.